Assalomu alaykum qadrli kitobxon. E'tiboringizga havola etilayotgan mazkur kitob O'tkir Hoshimov asarlari ichida qamrovi, o'quvchi qalbiga yaqinligi bilan alohida ahamiyatga ega. Unda adib qariyb 40 yillik davrni o'z ichiga olgan bir qancha chigal va murakkab taqdirlar misolida o'z xalqining urush davrida boshdan kechirgan hayoti, qismati haqida mahorat bilan qalam tebratgan. Zamon va davr qanday sharoitda kechishidan qat'iy nazar insoniy qadr-qimmat tushunchalarini saqlab qolgan. Taqdirini el yurti, xalqi, vatani taqdiri bilan bog'lagan. Farzandidan ayrilganida ham qalbiga quvonch baxsh etish mumkin bo'lgan boshqa sababni o'zi uchun yarata olgan. Hayotini sevgi, muhabbat tuyg'ulari bilan bezatmoqchi bo'lgani holda urush hukmiga tobe bo'lib qolgan insonlar qismatini ifodalaydi. O'tkir Hoshimov, Ikki eshik orasi. Bu asar hayotning o'zi. Har bir so'zi yurakdan chiqqan. Har bir sahifasi bir inson taqdirini ochib beradi. Ikki eshik orasidagi umr ba'zan urush, ba'zan iztirob, ba'zan sog'inchdir. Ikkinchi jahon urushi minglab insonlarning yostig'ini quritdi. Shomurod urushdan qaytganida uyida iliqlik yo'q edi. Qora ammaning o'g'li Kimsanboy esa muzlagan daryo ustida izsiz yo'qoldi. Front ortidagi qolganlar esa keksalar, ayollar, bolalar. Barchasi g'alabaga xizmat qildi. Bu unutmaslik kerak bo'lgan tarix. Umar Zakunchi sog'lom bo'lsa-da, tog'asining yordami bilan urushga bormadi. Amalidan foydalandi. Qishloqda raislik qilib, turmush o'rtog'i urushda qon kechib yurgan Ra'noni yo'ldan urdi. Qishloqda frontdagi askarlar uchun tunu kun loyga botib tuproq kechib mehnat qilgan keksalar, ayollar, bolalar. Ne qiynoqlarni boshidan kechirgan olimjon taqdiri. Ushbu asar mutolaasidan so'ng bugungi o'tayotgan tinch omon hayotingiz, farzandlaringiz baxti uchun shukrona aytasiz. Asar aynan shu jihati bilan qalblarga yaqin. Asardan parcha. Zakunchi yantoqlarni silkitib Olimjonning ustiga borayotganida niyatini tushundim. "Qoch, Olimjon!" dedim baqirib. "Qoch!" Olimjon qop parchasini yuziga bosib hamon yig'lar edi. Zakunchi esa 3 xatlab bolaning boshiga bordi. Bilagidan mahkam changallab oldi-da, siltab o'rnidan turg'azdi. "Mana yaramas!" dedi, tishini g'ijirlatib. Yantoq shuvulladi. "Mana qop, mana!" Olimjon og'riqdan dodlab yubordi. Siltanib Zakunchining qo'lidan chiqmoqchi bo'ldi-yu, kuchi yetmadi. Bolaning oftobdan unniqib ketgan ko'ylagi bir zumda qip-qizil qonga belandi. Zakunchi nima uchun suvi qochmagan yantoqlarni tanlaganini endi tushundim. Quruq yantoq mo'rt bo'ladi, tez sinib ketadi. "Mana, mana!" Zakunchi vahshiylashib ketgan, ko'zlarida qahrli olov yonar, har baqirganida og'zidan ko'pik sachirar edi. O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi asari bu yurakdan chiqqan, insonni o'ylantiradigan haqiqatlar to'plami. O'qing, his qiling, yashang va tinchlik uchun shukr qiling. Urush faqat frontda emas edi. Uyda ham, yuraklarda ham urush bor edi. Qahramonlik har doim qurol bilan bo'lmaydi. Bu asarni o'qib siz ham ichingizdan o'z tarixingizni topasiz.